Odamxo'r sher qatnashdi Allohning sevimli bir bandasining janoza namozida. Sher sajdaga bosh eganda hamma yig'ilganlarning badanidagi tuklar tik turdi. Bu sher bilan Allohning o'sha bandasi o'rtasida qanday bog'liqlik bor edi? U qanday qilib yovvoyi hayvondan tinch va muloyim jonzotga aylandi? Keling, bu ajoyib hikoyani bilib olaylik. Qalin o'rmon chetida bir qishloq bor edi. Qishloq aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan tirikchilik qilardi. Ammo ularning hayoti yovvoyi sher qo'rquvi bilan zaharlangan edi. Har kecha tushganda sher qishloqqa kirardi va biror bir uydan sigir yoki echki yo'qolardi. Shunchaki emas, u bolalar va qariyalarga ham hujum qila boshladi. Butun qishloqni qo'rquv soyasi qoplab oldi. Ular qo'llarini ko'tarib duo qilishardi. Ey Rob, bizga o'zingning sevimli bandalaringdan birini yubor. U bu sherni hidoyat qilsin va bolalarimiz hamda hayvonlarimizni asrasin. Qishloq aholisi faqat kunduzlari uydan chiqardi. Kech kirganda esa eshik va derazalarni yopib, uy ichiga yashirinardi. Agar bir musofir adashib o'sha yo'ldan o'tsa, ertasi kuni faqat uning jasadi topilardi. Ba'zan faqat suyaklar, ba'zan esa qonli kiyimlar. Bir kuni Allohning irodasi bilan bir solih kishi qishloqqa keldi. Namoz vaqti bo'lganda u daraxt tagiga o'tirib namoz o'qidi. Yuzida nur, ustida oq kiyim, qo'lida tasbeh bor edi. Qishloq aholisi uni ko'rib shoshilinch holda yugurib keldi. Huzur, bu yerda juda xavfli sher bor. U hech bir musofirni tirik qaytarmaydi. Iltimos, boshqa joyga boring. Lekin solih kishi ibodatga berilib ketgan edi. Namoz tugagach, u muloyim tabassum bilan dedi: "Bugun ko'raylikchi, bu sher nima qiladi? Men bu yerga Allohning amri bilan keldim." Qishloq aholisi ko'z yoshini tiya olmadi. Ular yig'lab, dardlarini aytib berishdi. U kishi osmonga qarab chuqur nafas oldi. Men tushimda bu qishloq bolalarining yuzlarini ko'rdim. Menga aytishgan edi, bu qishloq seni kutmoqda, xavotir olma. Tunda qalin zulmat cho'kdi. Solih kishi daraxt tagida o'tirib duo qildi. Ey Alloh, bu hayvonni to'g'ri yo'lga boshlagin. Birdan o'rmon sherning g'urillashidan titradi. Uning ko'zlari qizil chaqnardi. Go'yo ochlikdan aqldan ozgan edi. Lekin Allohning kalomini eshitgach birdan to'xtadi. Tilovatning shirin sadosidan qushlar ham jim bo'ldi. Sher hayratda jim o'tirib faqat o'sha nurli chehraga tikildi. Namoz tugagach u solih kishi ko'rdi. O'sha qo'rqinchli sher endi oyoqlari oldida go'yo bechora bola kabi tiz cho'kkan edi. U muloyim tabassum bilan dedi: "Kel bolam, men ham senga Allohning yo'lini ko'rsataman." Bu o'sha dahshatli sher edi. Uning nomi bolalarni qo'rquvdan qaltiratardi. Ko'zlari qizil, tanasida chizitlar, har bir harakatida yovvoyilik aks etardi. O'sha kecha u o'ljaga chiqqan edi. Lekin buyuk bir insonni uchratdi. Allohning sevimli do'stini. Sher bir necha bor g'urillashga urindi. Lekin tomog'idan biror tovush chiqmadi. Oyoqlari titradi. U orqaga chekindi va nigohi tushdi o'sha piri qo'liga. O'sha qo'lda faqat ibodat izlari bor edi. Na qon, na zulm, faqat nur. Solih kishi sekin ko'zini ochdi. Nigohi sherning nigohi bilan to'qnashdi va vaqt to'xtab qolgandek bo'ldi. U dedi: "Ey Allohning mahluqi, men seni anchadan beri kutyapman. Bugun sen kelding." Sher hayratda qoldi. U o'rmonning shohi, bugun go'yo ojiz bola edi. Solih kishi qo'lini cho'zdi va dedi:
Kel bolam. Sen juda charchagansan. Sher asta boshini egdi va uning ulkan tanasi solih kishining oyoqlari yoniga yotdi. Xuddi ona bag'rida panoh topgan bola kabi. Ko'zlaridan yosh oqdi. Ha, o'sha dahshatli sher endi yig'layotgan edi. Solih kishi sherning boshini siladi va dedi: "Sen ham Allohning mahluqisan. Ehtimol ruhi yo'ldan adashgan edi, ammo bugun u yo'lini topdi." Sher butun tun solih kishining yonida o'tirdi. U duo o'qirdi. Sher esa jim qarab turardi. Go'yo har bir so'zni yuragiga yozib olayotgandek. Tong otdi. Bomdod azonining sadosi eshitildi. Solih kishi sherni qarab dedi: "Bugundan boshlab sen faqat o'rmon shohi emassan. Sen tinchlik qo'riqchisisan. Kimki Robbim nomiga bosh egadi, u endi hech qachon yovvoyi bo'lmaydi." Sher osmonga boqdi va chuqur nafas oldi. Go'yo 100 yillik yuk yuragidan tushgandek edi. O'sha kundan boshlab sher butunlay o'zgardi. U endi g'ururlamasdi. Hech kimga hujum qilmasdi. U tinchlikning tirik ramziga aylandi. Qishloq aholisi bu manzarani ko'rib sajdaga yiqildi. Ular Allohga shukronalik bildirib aytdilar: "Bizning qishlog'imizga tinchlik qaytdi." Kunlar o'tdi. Sher solih kishining oyoqlari yonida o'tirar, ibodatga cho'mgan holda. Odamlar hayrat bilan qarardi. Sher hech kimga zarar yetkazmasdi. Bolalarni yoki chorvani ko'rsa, tinchlik bilan yonidan o'tar edi. Qishloq aholisi endi sherga qo'rqmasdi. Aksincha, uning yo'qligidan qo'rqardi. Lekin Allohning irodasi boshqacha edi. Bir kuni solih kishi to'satdan isitmaga chalindi. Yuzi oqarib ketdi. Ovozi zaiflashdi, ammo yuzidagi iymon nuri so'nmadi. Butun qishloq unga xizmat qilardi. Bir oqshom u imom va qishloq oqsoqollarini chaqirdi. Yuzida hanuz o'sha nur va salobat bor edi. Ammo ovozida g'amning izi sezilardi. U dedi: "O'tiring bolalarim. Bugun sizlarga bir narsa aytaman. Bu mening Robbimning omonati." Hamma jim o'tirib qoldi. Solih kishi muloyim ovozda dedi: "Mening vaqtim yaqinlashdi. Men olib kelgan xabarni sizlarga yetkazdim. Ammo men ketganimdan keyin tushkunlikka tushmang. Sinovlar keladi. Sizni zaiflashtirishga harakat qilishadi. Lekin hech qachon bosh egmang. Faqat Robbingizni yodingizda tuting." Qishloq aholisi ko'z yosh to'kdi. Ayollar duo qilar. Ba'zi bolalar solih kishining oyoqlari yonida jim o'tirardi. U osmonga qaradi, go'yo ko'rinmas ishorani kutayotgandek edi. So'ng hammaga yuzlanib dedi: "Janozamda bir maxsus do'st ishtirok etadi. U inson emas, olim ham emas, lekin Allohning sodiq bandasi." Qishloq aholisi hayrat bilan bir-biriga qaradi. U davom etdi: "U jim keladi, sajda qiladi, duo qiladi. Qo'rqmang, u himoyachi sifatida keladi." Bir odam titroq ovozda so'radi: "O'sha sher emasmi? O'sha yovvoyi hayvon?" Solih kishi jilmayib dedi: "Ha, o'sha sher. Ilgari yovvoyi edi, endi esa Allohni zikr qiladi." Hamma jim bo'lib qoldi. U qo'llarini ko'tardi va dedi: "Kimni Alloh hidoyat etsa, u endi yovvoyi emas." O'sha tun butunlay sher solih kishining yonida o'tirdi. Oy nuri uning tanasiga tushar, ko'zlarida g'alati g'am aks etar edi.
Go'yo u hammasini tushunardi. Yuragi bilan eshitib, nimagadir tayyorlanardi. Solih kishining holi yomonlashdi. Qishloq aholisi duo va davo qildi. Ammo dard ortib borardi. Nihoyat bomdoddan oldingi bir kechada u sekin ko'zlarini yumdi. Tasbeh qo'lidan tushib ketdi. Yengil tabassum bilan bu dunyoni tark etdi. Butun qishloq jim bo'lib qoldi. O'sha kuni hech kim azon aytmadi. Qushlar ham kuylamadi. Va o'sha sher jasad yonida jim o'tirgan edi. Birdan shunday g'urilladiki, go'yo yuragi yirtilib ketdi. Qishloq aholisi solih kishining jasadini kafanga o'rab, uni tobutga qo'yayotganda imom e'lon qildi. Asr namozidan keyin odamlar to'planishni boshlashdi. Qo'shni qishloqlardan odamlar, eski muridlar va bir necha musofirlar. Hammaning yuragida bitta savol: sher keladimi? Ba'zilar xavotirda, bolalar qo'rqib, ayollar duo o'qiy boshladi. Tabut qabristonga tomon ko'tarilardi. Quyosh o'sha kuni xira edi. Imom hammani safga tizdi. So'nggi hayratli manzara sherning paydo bo'lishi. U boshi egik holda sekin yurardi. Ba'zilar oyoqlarida titroq sezdi. Bir ayol baqirmoqchi edi, lekin imom uni to'xtatib edi. Jim bo'ling. Solih kishi aytgan: "Bu sher bizning mehmonimiz. Undan qo'rqmang." Sher janoza yoniga o'tirdi. Bo'g'zidan qayg'uli ovoz chiqardi. U solih kishining yuziga qaradi. U yerda hanuz nur va tinchlik tabassumi porlab turardi. Namoz boshlandi. Har bir takbirda sher sajdaga bosh qo'yardi. U ilgari yirtqich bo'lgan hayvon endi odamlar bilan yonma-yon edi. Na g'urrillash, na zo'ravonlik. U faqat sevikli ustozining oxirgi safariga hamroh edi. Imom janoza namozini boshlaganda sher jim holda orqa safda turdi. Har takbirda boshini egardi. Duo paytida osmonga qarardi. Go'yo u ham sevikli do'sti uchun duo qilayotgandek edi. Bu manzarani ko'rib, qishloq aholisi ko'z yoshlarini tiya olmadi. Janozadan so'ng solih kishi dafn qilindi. Sher qabriston yoniga kelib jim o'tirdi. U yerga qarab go'yo derdi: "Sen ketding, meni yolg'iz qoldirding." O'sha kundan boshlab sher o'rmonga qaytmadi. Qabr uning uyi bo'ldi. Quyosh ham, yomg'ir ham, tun ham, kun ham uni siljita olmadi. U ov qilmas, ovqat yemas, faqat sukutda o'tirardi. Ba'zida ko'zlaridan yosh oqardi, ba'zida esa g'arrillab yig'lardi. Go'yo yuragi bo'lak-bo'lak bo'lib ketgandek. Qishloq ahli unga go'sht, suv, sut olib kelardi, lekin u hech narsaga teginmasdi. Kimdir yaqin kelsa, u faqat boshini ko'tarar. So'ng yana uni qabrga qo'yardi. Qariyalar aytishardi: "Biz ko'p sadoqat ko'rganmiz, ammo bu hayvonning sadoqati hammasidan ulug'." Tun sokinligida hamma uxlab yotgan paytda qabristondan sekin yig'i ovozi eshitilardi. Go'yo bir yurak butunlay sinib ketgandek. O'sha dahshatli sher bir paytlar qishloqni larzaga keltirgan. Endi ojiz bola kabi yig'lardi. Ba'zilar aytishadi: bir kecha sher osmonga qarab nido qilgan: "Ey Robbim, sen meni yirtqichlikdan ozod qilding. Endi meni o'sha do'sting huzuriga yetkaz."
Kunlar birin-ketin o'tardi. Sher qabr soyasida yolg'iz o'tirardi. Tanasidan quvvat ketar, ko'zlarida esa bo'shliq aks etardi. Ammo uning sadoqati aslo kamaymasdi. U qabrni tark etmas, o'rmonga qaytmasdi. Har tun ko'z yoshlari bilan, har kun jim ibodat bilan o'tar edi. Bir kuni bolalar hayratda qolishdi. Sher qabr ustida o'tirardi va atrofida ajib bir nur halqasi aylanardi. Go'yo osmondan tushgan nur uni o'rab olgan edi. Bolalar yugurib qishloqqa xabar berishdi. Odamlar kelganda yuraklari larzaga keldi. Sher qabr ustida sajdaga ketgan edi. Tanidan g'ayri tabiiy nur taralayotgan edi. Go'yo ruhiy mavjudot yaqin edi. Og'zidan kalima so'zlari chiqardi. O'sha kecha Sher juda holdan toygan ko'rindi. Ehtimol uning sadoqati tanasini zaiflashtirgan edi. U qabr yonida yotdi. Boshini yerga qo'yib, ko'zlarini yumdi. Bu uning birinchi uyqusi edi. Uyquda u sokin, yorqin va tinch dunyoda yetib bordi. U yerda Allohning sevikli bandasi turardi. Oq kiyimda, nurli yuz bilan, tasbeh qo'lida. Sher darhol bosh egdi. O'sha solih odam muloyim kulib dedi: "Tur bolam, men seni kutib turgandim." Sher boshini ko'tardi, ko'zlari yoshga to'ldi. Solih odam uning boshiga qo'lini qo'ydi va dedi: "Bir kuni bu qishloqqa katta falokat tushadi. Vabo va ocharchilik. Odamlar och, zaif va umidsiz bo'ladi. O'sha payt bir ona o'rmonda yetim bolasini yo'qotadi. Uning nidosi arshgacha yetadi. Sen jim bo'lmaysan. Endi sen faqat Sher emassan. Rabbimning yaratganlarini himoya qiluvchi bo'lding." Sherning ko'zlaridan yosh oqdi. Solih odamning so'zlari uning yuragiga muhrlandi. U o'zining vazifasi hali tugamaganini anglab yetdi. Solih odam dedi: "Yaxshi. O'sha vaqt kelganda sen qabringdan turasan va o'sha onaning yig'isiga javob sifatida paydo bo'lasan." Nurli bir chaqnash atrofga yoyildi. Tush yakunlandi. Sher uyg'ondi. Uning peshonasi ter bilan ho'l edi. U jim o'tirdi. Ammo bu safar yuragiga yangi nur kirdi. Buyuk mas'uliyat nuri. Qishloqda to'satdan g'alati o'zgarish paydo bo'ldi. Qushlar uchib ketdi, quduqlar quriy boshladi. Biri ketidan biri odamlar kasal bo'ldi. Isitma, yo'tal, holsizlik. Hammaning uyi yopiq, dalalar bo'sh, chorva kasal, bolalar holdan toygan. Masjid imomi azondan so'ng e'lon qildi: qishloqda Fotima ismli beva ayol yashardi. Uning yagona boyligi 6 yoshli o'g'li Sulaymon edi. Bir kuni Sulaymon ham isitmaga chalingan edi. Fotima dori o'simliklar olish uchun o'rmonga bordi. Shu orada hech kim uning o'g'li qachon uydan chiqqanini bilmas edi. Fotima qaytib kelganda Sulaymon hech qayerda yo'q edi. Yurakni ezuvchi manzara edi. Fotima yalang oyoq, sochlari to'zg'igan, ko'zlari yoshga to'la holda baqirib yugurar edi. "Kimdir o'g'limni ko'rdimi? Mening Sulaymonim qayerda?" Qishloq jimjit edi. Hech kim javob bermadi. O'sha kecha qabr yonidagi Sher bezovta bo'ldi. U osmonga qaradi. Go'yo yuragidan ovoz keldi. Vaqt keldi. Sher qabr yonidan o'rnidan turdi. Qishloq aholisi hayrat bilan eshik va derazalardan qarab turishdi. O'sha Sher oylar davomida harakatsiz yotgan, endi tez qadamlar bilan
o'rmon tomon yurdi. Butun tun sher o'rmon kezdi. Butalar, daraxtlar, tog'lar va soylar orasida. Nihoyat u sust yig'ini eshitdi. Bir tosh ostidan jarohatlangan, titrayotgan Sulaymonni topdi. Bolaning nafasi zaif, ko'zlari yumilgan edi. Sher tez yaqinlashdi va juda muloyimlik bilan bolaning tanasini og'zi bilan ko'tardi. Sulaymonning nafas olishi asta-sekin tiklandi. Go'yo samoviy farishta uni silagan edi. Ertasi tongda qishloq aholisi masjid yaqinida to'plandi. Hammaning nigohi hayratda. Sher avliyolarning qabri yonida turardi. Uning orqasida esa Sulaymon tinch, sog' va tirik holda uxlab yotar edi. Fatima yugurib keldi. Sher bolani asta-sekin yerga qo'ydi. Fatima o'g'lini quchoqlab sajdaga bosh qo'ydi. Ey Alloh, sen bolamni menga qaytarding. Va buni biz bir vaqtlar yirtqich deb o'ylagan zot orqali qilding. Butun qishloq sajdaga ketdi. Kimdir onaning ko'z yoshlari bilan yig'ladi, kimdir sherni oyog'idan o'pdi. Imom e'lon qildi. Bu sher endi o'rmonning shohi emas. U bir vali orzusining omonati. U Allohning belgisi. Qishloq kunlari endi barakaga to'la edi. Sher har kuni qabri yonida jim o'tirar. Ko'zlari yumilgan, go'yo samoviy ovozni tinglardi. U bolalarga o'rmon yo'lini ko'rsatardi. Avliyoning qabri ustida hozir ham har haftada bir kecha osmondan nur tushadi. Qishloq aholisi endi sherni qabul qilgan. Ba'zilari uni o'rmon faqiri deb atardi. Bir kuni qishloqqa bir qari sayyoh keldi. Uning yuzida ruhiy nur porlardi. U sher yoniga o'tirdi, ko'z yoshini artdi va dedi: Ey mavjudot, sen o'zingning tabiatini o'zgartirding. Bir vaqtlar yirtqich eding, bugun esa Allohning xabari ramzisan. Lekin bilasanmi, senga sinov hali tugamagan. Sher boshini ko'tardi, go'yo barchasini bilardi. Qariya bir havuch tuproq oldi va dedi: Alloh kimni tanlasa, uni sinaydi ham. O'sha haftada yana yangi kulfat keldi. Qishloq yonidagi o'rmon dahshatli yondi. Qushlar va hayvonlar qochib ketishardi. Qishloq aholisi farzandlarini uyga yashirdi. Ammo o'rmonda o'ynab yurgan bir yetim bola alangalar ichida qolib ketdi. Uning nola to'la qichqiring'i qabr yonida o'tirgan sherni qulog'iga yetganda, sher darhol o'rnidan turdi. Odamlarning hayratli nigohlari ostida sher alangalanayotgan o'rmonga qarab chopdi. O'rmon alangalanib yonardi. Hech kim kirishga jur'at etmasdi. Ammo sherni ko'zida qo'rquvning asari ham yo'q edi. U alangalar ichiga sakradi. Atrofda yong'in, kuygan yaproqlar, osmonda qora tutun. U o'z jonini o'ylamay yig'inning tovushiga qarab chopdi. Butalar ortidan hushsiz bani topdi. Onaning mehriday muloyimlik bilan uni og'zi bilan ko'tardi va qutqardi. Qishloqqa qaytganida tanasida kuyish izlari, yurishida charchoq, ammo ko'zida qoniqish porlardi. Onasi yugurib kelib, o'g'lini bag'riga bosdi. Butun qishloq sherni o'rab oldi. O'sha kechada qishloqdagi solih odamlar bir xil tush ko'rishdi. Jannat bog'ida Allohning sevimli bandasi yuribdi. Yonida esa nurli sher, uning panjalari ostidan nur sochilib turardi. Allohning do'sti tabassum bilan dedi: Bu o'sha mavjudotki, bir paytlar yirtqich edi. Robbim uning tabiatini o'zgartirdi. Endi u faqat o'rmon shohi emas, balki qabrimning sharafli qo'riqchisi. U do'stlikda sodiq bo'ldi va uni mukammal ado etdi.
tushda hamma ilohiy ovozni eshitdi. Kim men uchun o'zini o'zgartirsa, men uni rahmatimga aylantiraman. Bu she'r mening xabarimni olib yuruvchi. Bu orada Allohning do'stining qabri ustiga ziyoratgoh qurildi. Odamlar tobora ko'paydi. Yaqin qishloqlardan ham, uzoq shaharlardan ham kelishardi. Qabr yonida Fotiha o'qishar, duo qilishar, tasbih aytishar edi. Ammo asta-sekin g'alati odatlar paydo bo'ldi. Kimdir qabr ustiga mato yopar, kimdir tuprog'ini baraka deb yig'ardi. Asta-sekin qabr ibodat joyiga aylandi. Eng hayratlanarlisi, odamlar she'rga Bobo she'r deb ata boshlashdi. Bobo she'r musibatda yordam beradi. Bobo she'rning duolari ijobat bo'ladi. Kim uning panjalari oldida nima so'rasa, albatta bo'ladi. Ba'zi ayollar she'rdan shifo va farzand tilab, uning oldida sajdaga bosh qo'yardi. Boshqalar esa uning panjasiga tegib, boshlariga surtib aytishardi: "Sening huzuringga keldik, bobo, bizga rahm qil." She'r jim edi, hammasini ko'rardi, hammasini tushunardi, ammo ich-ichidan kuyib yonardi. Har kecha she'r qabri atrofida bezovta kezardi, ba'zida qabrga qarardi, ba'zida osmonga tikilardi. Bu hol unga og'ir tuyuldi, ammo u so'zlay olmaydigan jonzot edi, dardini ifoda eta olmasdi. So'ng taqdir kechasi keldi. Qabr yonida, chuqur oy nuri ostida she'r ko'kragida og'riq bilan yotdi. O'sha payt tush eshigi ochildi. Yana Allohning do'sti paydo bo'ldi. Yuzi nurli, ammo bu safar unda g'azab va g'am zohir edi. She'r sajdaga bosh qo'ydi, go'yo bilardi, bugun og'ir so'zlarni eshitadi. Allohning do'sti qat'iy ohangda dedi: "Bu nima bo'layapti, ey farzandim? Bu men qoldirgan xabar emas. Odamlar endi bizni chaqirmoqda va o'z Robbini unutishdi. Ular bizning oyoqlarimizga bosh egishmoqda va bizni izzat qilgan Robbul Olaminning sajdasini tark etishmoqda." She'r boshini ko'tardi. Ko'zlarida uyat, ojizlik va yosh bor edi. Allohning do'sti dedi: "Axir sen mening sodiq hamrohimsan, to'g'rimi? Sen mening janozamda ishtirok etding, qabrimni qo'riqlading. Endi vaqt keldi, sen mening xabarimni himoya qilasan." She'r boshini egdi. Allohning do'sti sekin qo'lini uning ko'ksiga qo'ydi va dedi: "Robbingning amri bilan bugun senga til beriladi." O'sha ondayoq she'rni butun tanasidan nur taraldi. U g'oldirashni xohladi, ammo bu safar uning ovozida og'riq va hidoyat quvvati bor edi. "Borgin, odamlarga tavhid yo'lini da'vat qil." Tush yakunlandi. Qishloqda esa yarmarka bo'layotgan edi. Odamlar qabr atrofida to'planishgan. Kimdir uni o'payotgan, kimdir she'rni bobo deb chaqirardi. Bir ayol esa hatto uning oldida sajdaga bosh qo'ydi. Va o'sha tarixiy lahza keldi. She'r baland ovozda g'o'ldiradi, lekin bu oddiy g'o'ldirash emas edi. Bu aniq bir ovoz bo'lib, hammani jim qildi. Odamlar hayratda tosh qotib qoldilar. She'r sekin oldinga yurib, ularga faqat Allohga ibodat qilish kerakligini eslatdi. Kimdir hayrat bilan "Bu she'r gapiryapti" deb yubordi. She'r osmonga qaradi, ko'zlaridan yosh oqdi va bu uning Robbining qudrati ekanini ko'rsatdi. U qabrga ishora qilib, Allohning do'stini sevish kerakligini, ammo Robbni unutmaslik zarurligini aytdi. Hamma jim turdi, go'yo vaqt to'xtab qolgandek. She'r yana g'o'ldiradi, shirkdan qaytaradi va faqat Allohga sig'inish kerakligini eslatadi. Bir ayol yig'lab,
kechirim so'radi. Sher titroq ovozda, "Men bobo emasman, faqat Allohning bandasi", dedi. O'sha payt osmonda bulutlar to'plandi, chaqmoq chaqdi va qabrdan nur taraldi. Go'yo Allohning do'sti tabassum qilib, "Farzandim, sen xabarni yetkazding" deganday edi. Butun qishloq sajdaga ketdi. O'sha kundan boshlab odamlar shirkni tark etdilar. Endi qabr yonida faqat duo qilinar edi. Sher esa endi masjid yonida o'tirardi. U endi bobo emas, balki hidoyatning tirik timsoli edi. Kunlar o'tdi. Sher hayotining qolgan qismini qabr soyasida o'tkazdi. Uning tanasi endi faqat suyak va teridan iborat edi. Ko'zlarida endi yovuzlik emas, faqat yoshning namligi bor edi. U endi ov qilmas, g'oldiramas edi. Odamlar qabrga kelganida u jim o'tirardi. Go'yo bir qo'riqchi, bir guvoh, sodiq xizmatkor. Bolalar uning yonida o'ynashar, ayollar esa uni bobo Sher deb chaqirishardi. Har safar u boshini egib qo'yardi. Go'yo demoqchi edi: "Men ota emasman, faqat kechirim so'rayotgan bandaman." Bir kuni Sherni ahvoli yomonlashdi. Nafasi og'irlashdi. Ko'zlarida yosh bilan osmonga qaradi. Qovoqlari sekin tushdi va tushida u yana Allohning do'stini ko'rdi. O'sha nurli yuz, o'sha tinch tabassum. Allohning do'sti yaqinlashib, qo'lini cho'zdi va vaqt yetganini, topshirilgan xabarni yetkazganini aytdi. Sher yig'ladi va Rob uni qabul qilarmikin deb so'radi. Chunki u bir paytlar yovvoyi edi. Allohning do'sti tabassum qilib dedi: "Musoni Fir'avnga yuborgan Rob senga ham rahm qiladi. Chunki sen shirkka qarshi haqiqatni hayqirding. Buni ko'p odamlar qila olmagan edi." Sher hayratda uyg'ondi va tushida sajdaga ketib dedi: "Ey Robbim, sen meni yirtqichdan banda qilding. Meni qabul qilgin." Ertasi kuni quyosh xira edi. Go'yo osmon ham g'amga to'lgan edi. Qabr yoniga kelgan odamlar Sherni yotgan holatda ko'rdilar. Na g'uldirash, na harakat, faqat abadiy osoyishtalik. Kimdir sekin ovozda "Bobo Sher ketdi" dedi. Bir chol o'rnidan turdi va dedi: "Sher bobo emas, balki Allohning itoatkor bandasi edi. Unga sodiq va solih mavjudot sifatida hurmat ko'rsatilishi kerakligini aytdi, chunki u odamlarni shirkdan qaytargan va nasllarini himoya qilgan edi." Odamlarning ko'zlari yoshlarga to'ldi. Sherni Allohning do'sti qabrining yoniga dafn etishga qaror qilindi. Uning tanasi shunchalik yengil ediki, go'yo ruhi allaqachon osmonga ko'tarilgan edi. Qabr qazish vaqtida yumshoq nur ko'rindi va kimdir dedi: "Allohning do'sti jilmayib, sodiq hamrohini kutib olyapti." Sher yerga yotqizildi. Odamlar duo o'qidi va ularning lablarida faqat Allohning ismi bor edi. Hech kim uni unuta olmadi. Avvallari sham yoqilgan joyda endi Qur'on tilovati eshitiladi. Ip bog'lanadigan joyda endi duo uchun qo'llar ko'tariladi. Odamlar Allohning sevikli bandalarini hurmat qilishni o'rgandilar, ammo ibodat faqat Alloh uchundir. Bir kuni bola qabr yoniga kelib, onasidan "Bobo Sher shu yerda yotganmi?" deb so'radi. Ona jilmayib dedi: "Yo'q bolam, u bobo emas edi, balki bizga haqiqiy ota kabi yo'l ko'rsatgan Sher edi. U o'rgatgan, yordam faqat Allohdan so'raladi." Bola so'radi: "Unda nega odamlar maqbaralarga borishadi? Nega nazr qilishadi?" Onaning ko'zlari yoshlarga to'ldi va dedi: "Hali ham unutgan odamlar bor. Ular o'ylaydi, tuproq ostidagilar hamma narsani qila oladi." Bola qat'iy dedi: "Yo'q ona, endi faqat Allohdan duo qilaman." Shunday qilib Sherning qabri hidoyat, haqiqat va tavhidning ramziga aylandi. Ammo bu qabr abadiy bir xabar qoldirdi. Ey insonlar, qabrni ibodat joyiga aylantirmang,
Allohning do'stlari hidoyat beradi, lekin ular Rob emas. Ularni hurmat qiling, ulardan ibrat oling, ammo faqat hamma narsani beruvchi Zotdan so'rang. Bugungi kunda shirk ko'p shaklga kirgan. Ziyorat joylarida nazr qilish, qabrlardan narsa so'rash, chiroq yoqish yoki yo G'avs yo Ali deb chaqirish, bu amallar orqali odamlar yaratilganlarni yaratuvchiga tenglashtiradi. Niso surasining 48-oyatida Alloh Qur'onda aytadi: Albatta Alloh shirkni kechirmaydi. Undan past bo'lgan narsani esa xohlagan kishisiga kechiradi. Bir yosh darvish dedi: Allohning uyida chiroq yoqing, lekin qabrdan hech narsa umid qilmang. Faqat eshituvchi va javob beruvchi Zotga, yagona Allohga duo qiling. U ziyorat joyi oldiga yozib qo'ydi: Bu yerda nazr qilishdan oldin o'ylang. Siz yaratilmishdan so'rayapsizmi yoki yaratuvchidanmi? Asta sekin odamlar uyg'ondi. Masjidlar yana jonlandi. Allohning ulug'vorligi nuri inson qalblarida porladi. Hikoyaning asosiy ma'nosi shundan iborat: Tavhid nuri shirk zulmatini yo'q qiladi.